Amerikaga o'xshash shaxsiy fidokorlik va erkin raqobat qadrlanadigan elda Yagokaning rivoyat xarakterlik shaxs ekanligiga qil solmaydi. Favqulodda iqtidori, qaltis jasorati va pamparosati, shundaqla qat'iy, ehtiyotchan xizmat pozitsiyasi uni bir davrning mashhur egilik boshqaruvchi bir ustoziga aylantirgan. Yagoka Ford avtomobil shirkatida xizmat qilganda shalliq natijalarni yaratdi. O'zgacha boshqarish tuzilmasini barpo qildi. Bir mahal olamni zilzilaga keltirgan Tulpar markali avtomobilni ijod qilib, Tulpar avtomobilining peshvosi degan hurmat nomi bilan ataldi. Uningdan boshqa u Ford shirkatining Amerika yo'lchisi, Marik 3 tiplik va Shardiyani markali avtomobillarini tadqiq qilib yasab chiqishda ajoyib tuhfalarni, shirkat qurilib 1 yilda tarixdagi eng ko'p foyda olishda rekord yaratdi. Ford shirkatining 60-70 yillardagi shuhratini Yagokaning ajridan kelgan deyishga bo'ldi. Afsusnarlik yeri shuki, mustabid Henry Ford yana uni xizmatdan bo'shatdi. Chrysler shirkatiga borgandan keyin Yagoka yana qutquzuvchi rolini o'ynadi. Japonilik ajr sundirib, Chrysler shirkatiga qarata cho'ng o'zgartib tashkillash elib bordi hamda Avam palataga qatrab yurib Amerika hukumatidan yordam so'radi. Uning tirishchanligi natijasida Chrysler shirkatining cheni tomchiqig'i kelib qolgan mushkul ahvoli tezdan o'ngishlanib, vayron bo'lish xavfidan uzun kesil qutulib qolmay, balki bu shirkatning tarixida eng shalliq natija yaratildi. Bu taraflardan aytganda, uning rahbarlik sani va boshqarish iqtidori o'zgacha. Kishilarning uni egilik boshqarish predishi ajablanarli emas. Yagokaning mijoz xulqi va Amerikaning ijtimoiy tuzumi boshqa bir. Ammo biz uning boshqarish usuli, jasorat va farosatiga ofirin o'qimay turolmaymiz. Yagokaning kechirmishlarini astoydil muhokama qiladigan bo'lsak, ba'zi ishlarni tushunib yetmaymiz. Yagokani davrimizga gigant odam deyishga bo'ladi. Yagokadan o'rganishda eng muhimi oldin bilan uning baliq chaqirdigan har qanday ishdan furqat, astoydil qiladigan odatidan boshlash.